qoyil, lekin bunaqa reklama hech qachon bo'lmagan. Qisqa va lo'nda. Ozgina, ozgina. Lekin Ozgina. qahva haqida gaplashdik-ku. Endi hamma narsani ham Mashrabjon o'zini salbiy va ijobiy tomonlari bor-da. To'g'ri. Hop, biz ijobiy tomonlarni eshitdik, o'sha nima tetiklik bag'ishlaydi, o'sha nima deydi. Hop, juda ham ko'p yaxshi tomonlari. Endi salbiy tomonlari ham bor bo'lsa o'qib bersangiz. Salbiy tomonlari albatta har bir narsani me'yordan oshirib olsak, boya aka aytib o'tganimdek, organizmga ziyoni bor va bu yerda ham agar 2-3 finjondan oshib ketsa qahva iste'mol qilishimiz kun davomida, uni ham o'zgacha yarasha salbiy tomonlari, ya'ni birinchi o'rinda bezovtalik va asabiylashish paydo bo'lar ekan. Ana. Aslida u tinchlantirib, kayfiyatni ko'tarsa, me'yorda iste'mol qilinsa, ko'payib ketsa, bezovtalanish va asabiy holatga olib kelishi mumkin ekan. Ana shu. Va yurak tezlashadi, yurak urishi, ya'ni taxikardiya deymiz buni meditsina tilida. Yurak tezlashishi, ya'ni urish tezlashishi uyqusizlikka olib keladi. Shuning uchun hech qachon tunda, ya'ni peshindan keyin qahva ichish tavsiya etilmaydi. Kunning birinchi qismida, erta tongda yoki tushlikka bo'lgan vaqt oralig'ida ichish kerak qahvani. Agar juda ham uxla olmasa, qahva ichgandan keyin g'ish quysa, qaytib uxlab qoladi. Bu ham to'g'ri. Yaxshi. Qo'l titrashi, ichki bezovtalik, chunki kofein baribir insonni qon aylanishini tezlashtirib yuboradi. Haddan tashqari ko'p ichilganda esa ruhiy charchoqlikni ham his qilish mumkin ekan. Endi biz har xil faktlarga, har xil manbalarga yuzlanib gapiryapmiz, hozir buni hammasini. Endi kimdir kun davomida birinchi kunni qahvadan boshlashi mumkin. Yana kofe, o'zimizda jay tarqib aytganda, kofe, kimdir choy ichadi. Nargizaxon bilib turib gapirgan ekan. Nargizaxon. Endi daftarga qarab, varaqqa qarab o'qib olgan, bilmasam, lekin aniq bilgan ekan. Nima bo'lgan? Umuman olganda buni har kim biladi. Me'yordan oshiq nimadir iste'mol qilsa, har qanday mahsulot me'yordan oshsa, u ziyon keltirishini hammamiz bilamiz. Hattoki harorat haqida ham hozirgina lavhada aytib o'tishni eshitgan bo'lsangiz, harorati juda issiq bo'lsa ham qizil o'ngach rakigacha olib kelishi mumkin deyilyapti. O'zim olganda choyni ham, yo'q, biz salomatlikni ehtiyot qilyapmiz. Choyni ham, suvni ham, hattoki taomni ham qaynoq paytida iste'mol qilish mumkin emas. Lekin bu to'g'ri gap. Bitta narsa me'yordan oshib ketsa, hammasi joyida bo'ladi. Bu baliq. Ko'zni ravshanlashtiradi. Uytakan bo'ladi. Ayniqsa bravo baliqlari turmaydi. Oshqozonni kichkiraytiradi. Joyda. Juda ham yaxshi. Baribir bizga kerakli ma'lumotlarni biz eshitgan bo'lsak ham, bilgan bo'lsak ham, uni har kuni yodga olishimiz kerak. Ayniqsa albatta. Haligi yaqinlarimizdan xabar olish. Agar uzoqda bo'lsangiz, onangizga telefon qilib, "Aya, biz yaxshimiz, dada, biz yaxshimiz" deb qo'yinglar. Agar yaqinda bo'lsanglar, shunda yoningizda turgan Navoiy xonadan 5,5 ming so'mlik nonni ikkita olib kirib, "Dada, men sizni, aya, men sizni yaxshi ko'raman" deb qo'yish kerak bu. Har kuni eshitsak ham, yana takror qaytariladigan va kerak bo'ladigan odatlarimizga, qadriyatlarimizga aylanishi kerak. Aylanishi kerak, aniq. Bu aniq. Bizning mehmonimiz studiyamizga tashrif buyurgan. Ulardan bitta qo'shiq eshitamiz birinchi chiqishlarida. Keyin mana shu haqida kunni qanday boshlaydi? Qahva bilanmi, ko'k choy bilanmi, yo achchiq qora choy damlab ichadimi? Bu haqida efirga chiqqanlarni so'raymiz. Estradamiz yulduzi Mustafa janoblar tashrif buyurgan. Marhamat. Keling. Yana bu safar kelmadimi? Balki kelganim bilmadimi? Endi bahonalar o'tmaydi, gaplarim foyda bermadimi? Yana bu safar kelmadimi? Balki kelganim bilmadimi? Endi bahonalar o'tmaydi, gaplarim foyda bermadimi? Chechaklar ochilib gul bo'ldi, yuragim kul bo'ldi. Chorsida kutaman deganding, kun ham o'tdi, mana tun bo'ldi. Chechaklar ochilib gul bo'ldi, kutaverib yuragim kul bo'ldi. Chorsida kutaman kelmaysan, kun ham o'tdi, mana tun bo'ldi. Sog'inaman qahvarang ko'zlarini, aqlimni shoshirgan so'zlarini. Doim sog'inib qolaman ko'rmasam, sevaman baribir o'zlarini. Sog'inaman qahvarang ko'zlarini, aqlimni shoshirgan so'zlarini. Doim sog'inib qolaman ko'rmasam, sevaman baribir o'zlarini. Chechaklar ochilib gul bo'ldi, yuragim kul bo'ldi. Chorsida kutaman deganding, kun ham o'tdi, mana tun bo'ldi. Chechaklar ochilib gul bo'ldi, kutaverib yuragim kul bo'ldi. Chorsida kutaman kelma
So'roman umr yo'laman senga tortib qol roziman bo'ldim devona san deb yana hikoya yozdim senga qarab tutsa agar qo'lim qo'llarini poylayman har kuni yo'llarini yoritay oy bo'lib tunda yo'llarini baxtga o'ray har bir kunlarini tutsa agar qo'lim qo'llarini poylayman har kuni yo'llarini yoritay oy bo'lib tunda yo'llarini baxtga o'ray har bir kunlarini chechaklar ochilib gul bo'ldi yuragim kul bo'ldi chorsida kutaman degandek kun ham o'tdi mana tun bo'ldi chechaklar ochilib gul bo'ldi kutaverib yuragim kul bo'ldi chorsida kutaman kelmaysan kun ham o'tdi mana tun bo'ldi kun ham o'tdi mana tun bo'ldi Tasanno, assalomu Lekin gap yo'q, haqiqatan bilib aytyapsiz. Shepim, hali ham tong o'tgani yo'q, tun bo'lib yotdi. Assalomu alaykum. Lekin biz jonli eferdamiz. Tun uzaygan payti-yu, hozir o'shaning uchun sal turib tong o'tadi. Albatta, keling qani. Hammaga assalomu alaykum. Hamma bizani kuzatib turganlarga barchaga xayrli tong. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Qani, Mustafaga qani. Shepim o'ting. To'g'riga o'ting. To'g'riga o'ting. Sizlar o'zingizlar Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keldingiz, chechaklar ochildi, kayfiyatlar ko'tarildi. Choydan qo'ying. Yaxshi keldingizmi? Biz sizga qahva qilib beraylikmi, choymi? Hozir shu haqida ozgina ma'lumot berdik-da ertalabda. Kimgadir qahva ma'qul, kimgadir choy. Men choy borini choy bo'lsa. Voy, bilganimiz qaranglar, qora choy damlab qo'yganmiz deb. Qarang, ko'ziga qarab bilib olaman Mustafa akamni. Shundoq qarab, bo'ldi. Bu yil mana 2026-yilda konsert bermoqchilar. Ko'zdan sezyapman. To'g'ri. 25 ta zo'r qo'shiq, 5 ta yangi premyera qo'shig'i bor. 30 ta qo'shiq aytar ekanlar. To'ppa to'g'ri. Shu joyda adashmadimmi? Yo'q, to'ppa to'g'ri. Wow! Qoyil. Xudo xolasa 14-fevral kuni Xalqlar do'stligi san'at saroyida yakkaxon konsertimizni qilish niyatidamiz. O'shani harakatida yuribmiz. Hozir ham mana to'g'risini aytsam, men uydan kecha chiqib ketganman. Studiyada ishlayapmiz ertalabgacha. Hozir ham to'g'ri studiyadan kelib turibman. Hali Uydagilar sizga aytib qo'yganlar. aytib qo'ydim, bir oy meni unutib turinglar deb qo'ydim. Yaxshi. Chunki tayyorgarlik shunaqa-yu. Ularga aytib qo'yingda, Mustafa shu yerda xavotir olmanglar, biz uni topdik deydi. Biz ularni topdik mana. Lekin Mashrabjon oson deb o'ylamayman. Istiqlol san'at saroyida konsert berish umuman 2 soat vaqt davomida hop sizda taxminimcha 25 ta qo'shiq bo'lishi kerak. Shunaqa. 4 minutdan bo'lsa ham programmani to'ldirish kerak. Orada Albatta. bir dam olishga ham hammasini. Jonlimi, jonsiz? Jonli qilganmiz hozirda. Hozirda shunga harakat. Mustafaga bu yangi qo'shiqlar ham repertuarga kirgizilyaptimi? Albatta bu 17-18 yil bo'lgan bo'lsa, ijodim boshlaganimga birinchi marta ilk yakkaxon konsertim, katta konsertimiz va yillar davomida sarhisob bo'lgan qo'shiqlarimizni ijro qilamiz, eski qo'shiqlarimizdan ham va albatta bir 5-6 ta yangi premyera qo'shiqlar ham bo'ladi. O'sha uchun kim aytgan ekansizda studiyada ham bu yoqqa. 2 kunlab sizni yo'qotib qo'ygan. Ijod qaynayapti. Mas'uliyatli bu. Umid akam sochiga Bravo jamoasi tuzilgandan so'ng oq tushib ketdi-da. Albatta, kalb mas'uliyat ham bu jamoamiz. Ana shunga olib bordilar-da, mana ko'rdingizmi? Yo'q, bu narsani rostdan ham aytayaptilar, biz ko'rib ham voy mazza-ku, voy juda zo'r. Konsert hamma o'ynab kulib, xursandchilik orqadagi va shiqilichvozlik bo'lardi ichkarida. Unday to'r, bunday to'r. Nega? Eng qizig'i 2 oylab shunga harakat qilasiz, 2 soat konsert ham qo'yasizda, u muvaffaqiyatli chiqsa yana ham yaxshi-da. Agar kimgadir yoqmasa, endi shuncha qilgan mehnatingiz. Endi yana bitta muhim joyi bor. Yana ham Mashrabjon buni bilasan. Bu tomonda mablag' tomonlama, xo'p, xarajat deb aytib qo'yaqolay, aytmay nech pulga bo'yotdi xarajatlar, o'shanga yarasha ish qilib samarasini bersin, Aytganingiz kelsin. Charchab qolmang. Ayniqsa shu jonli ijroda biz ham oxirgi konsertlarimizni jonli qilganmiz. Mashrabjon hammasi oradagi fonigacha, hattoki o'sha to'g'ri. qilib qo'shiqlarigacha hammasini jonli ijroda. Juda ham qiyin va mas'uliyatli. Katta rejissorni ham olish kerak-da, yerda. Hozir biz
o'z aslida studiyamizga bir rejissyor taklif qilganmiz, hali chaqiramiz. James Cameronning jiyani Titanicga chaqirganda mazasi bo'lmay ozgina shamollabqa bora olmagan. Ha, juda yaxshi. Qayerda suratga olinadi desa, shu basseynlarda, katta-katta dengizlarda oldida Titanic film olinadi, suvni kechib bo'lsa ham olishimiz kerak degan paytda ular bora olmagan. Ha. Qo'rqqan. O'zi sal shamollagan bo'lgan, battar bo'lib ketmasin deb qo'rqqan. Mashrabjon Titanic muvaffaqiyatli bo'lishiga ham sababchi bo'lgan ekanda. Yaxshi ham bormagan ekanlar deng. Hazillasham. Lekin konsertga keladigan bo'lsak, kimnidir tanqid qilmoqchi emasman, kimga tegib ketmasin, konsert berishingiz kerak edi. Chunki hech qayerda ko'rinmagan san'atkorlar falonchi xush kelibsiz deb yotib ham banerga tushyapti-da. Uni bilmayman, banerni sunnat namozi bo'lganmi, rasm yo'q. Xo'p, Mustafa aka, sizga savolim bor. Mana shu 17-18 yillik ijodingiz davomida sizni Mustafa qilgan qaysi hit qo'shig'ingizni ayta olasiz? Aynan mana shu qo'shiq meni tanitdi va repertuarimda har yili har doim jaranglab turadi-dir. Shu qizga ayting. Menga ayting. Ha. Endi to'g'risini aytsam, endi bitta dona qo'shiq ushlab ola olmayman. Men sababi ijodim boshlaganimdan o'zi Mustafa bo'lib chiqqanman. Qaysidir 2 yil ichida qaysidir bir qo'shig'imiz bo'lgan. Hozir endi u boshidagi birinchi qo'shiqlarimizni hozir ommaga taqdim qiladigan bo'lsak, xuddi yangi qo'shiqqa o'xshab tuyuladi. O'shaning uchun har 2 yilda, har 1 yilda bitta yangi qo'shiq chiqarib, hamma endi kommentariy izohlarga qarasak, hamma shu qo'shig'i bilan tanidim deb urishadi-da. O'shaning uchun yillar davomida muxlislarimiz ko'payayotganidan juda ham xursandmiz. Ular xalaqit berib bo'ldi, to'g'ri savol bermaydi hech qachon. Ertalabda barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kuzatib borayotganingiz Ertalabdan salom dasturi, kayfiyatlarimiz a'lo darajada. Boya biz e'lon qilgan. Biz men shaxsan o'zim e'lon qilgandim. Hali James Cameronning jiyani Titanic filmiga bora olmay qolgan rejissyor, klip maker, kino rejissyor Sunnat namozi biz bilan. Assalomu alaykum Sunnat aka. Assalomu alaykum. Kimsiz? Shu vaqt bo'linglar. Rahmat ertalabdan chaqirganlaring uchun. Assalomu alaykum. Shu ekran orqali kuzatib turgan barchaga kuninglar xayrli o'tsin. Bir xil naqlarda. Kinoda bu hozir bu sinov, shunchaki kinoda mana shunaqa Sunnat akam kinolardan bor, bundan o'tib ketadi bir xil joylar. Orqasidan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Ko'rishmaganimizga 45 yil bo'ldi. Rahmat. Sunnat aka xush kelibsiz, Mustafa aka xush kelibsiz. Juda ham xursandmiz, teletomoshabinlarimiz ham xursand. Bitta kichkina ozgina savolimiz bor. Yaqinda Dilshod Mirzamurodov, Javlon Shodmonov, Otabek Mirzaxolovlar bitta kino oldi, Xoreograf degan. U kinoni muvaffaqiyatli chiqishi o'zi menga bog'liq edi. Albatta. Meni joyimda atelepdan kesib tashlagani uchun dilim og'ridi. Hali ham kino teatrda turibdi. Ha, shu kinoda siz ham ijodingiz bor-ku, birgalikda bo'ldimi? Menga Otabek akam bilan Dilshod akam shu aloqaga chiqishdi, keyin ko'rishdik. Men qiyin sahnalar bor. Men o'zi xabaringiz bor, ozgina action, dinamik sahnalarga qiziqaman, yaxshi ko'raman shunaqa narsalar. O'sha joylariga yordam berasan degdi. U yolg'on ekan. U yolg'on ekan. Boshidan oxirigacha ishtirok etdik va operator almashtirishga majbur bo'ldik. Yelkama-yelka ishlab, qo'limizdan kelgancha. Lekin u yerda men rejissyorman deb ayta olmayman, chunki bu yerda avtorlari boshqa hammasi. Men akalarimga yordam berdim, qo'limdan kelgancha vaziyatdan kelib chiqib. U yerdagi vaziyatlar siz bilasiz. Agar chin dildan rejissyor bo'lganingizda meni kesib tashlamasdingiz o'sha joyini. Faqat sizni qo'yardim. Ha, ko'rdim. Mana shu ustozlar bilsalaring bilarsizlar, mashrab ko'tarilib ketadi deb aynan meni joyimda, tabib bo'lgan joyimda kesib tashladilar. Hazil Sunnat akam hozir internetlarda juda shov-shuv bo'lyapti, juda katta kinoga qo'l urgan. Adashmasam Daydi Shamollar xabar berishicha, Directdan, Telegramdan Sunnat aka yaxshimisiz, bizni ham oling desam, hech narsa yozmayapti. Sababi sen u kinoga tushmaysan degandek qildilar. Dacha filmi menimcha ovozlashtirish jarayonida hozirgi kunda. Xudo xolasa. Film bu o'zimni shaxsiy birinchi filmim deb ayta olaman. Men bir nechta kinolarda rejissyor bo'lib o'sha tayyor ssenariy yoki g'oyaga ishlarimiz, lekin bu g'oya hamma narsa shu darajadaki kinoga hozir juda ham kamchilik ishongani uchun sponsor ham hammasi o'zim bo'lib kinoni rivojlanish uchun, agar mubolag'a bo'lmasa, chunki kinoni rivojlanish uchun O'zbekistonda shu paytgacha qo'l urilmagan janr bor. Endi qo'l urilgan, lekin uning ichidagi bu yo'nalish edi
triller janrida kino oldik. Dacha xiyonat kechirilmaydi degan trillerning ichida slasher degan janrda shu kinoni oldik. Hammaga qiyin bo'ladi bari hamma ishni boshlashda. Bizda juda ham qiyin bo'ldi, Bitta lekin joyini qo'shimcha qilaman. Hozirgi kunda men o'zim ham shu narsalarni sunnat biladi, men bilaman. Tomoshabin anchagina qaytgan kinoteatrda hozir ana shu joyga maza qildim, o'sha filmni rivojlantirishim. Xuddi shu sohada o'zim ham yaxshigina kino qilib, malancha xarajat qilib, 17 tami, 19 tam odam tushyapti bir kunda kinoteatrimizga. Lekin ijodni yaxshi ko'rgan inson mana To'g'ri. yonidan xarajat qilib, mana men ham shu qatordaman, xarajat qilib kino oldik. Inshaalloh, Xudo xolasa muxlislarimiz qaytadi. Mana Dilshod bilan Otabek oldi, keyin men oldim, siz oldingiz. Sekin-sekin bizni muxlislarimiz qaytib qolsa, katta yuqori cho'qqilarni egallaydi degan umiddamiz. Biz mablag'ini ham o'ylashimiz kerak-da, shef. Buning uchun nima qilish kerak, bilasizmi? Ha. Muxlislar qaytish uchun teletomoshabinlarni, muxlislar, kino muxlislarini, shinavandalarini qaytarish uchun ko'proq reklama qilish Ha, kerak. ana shu. Hozir bizda reklama. Ha. Keyin gaplashamiz. Eng qizig'i joyida reklama.